Haydovchilar diqqatiga, videoni ko'ring. 1,125,000 so'mlik ma'lumotni sizga yetkazaman. Bizga ko'pchilik murojaat qilyapti. Men chorrahaga kirib kelyapman, yashilda, o'rtada to'xtab qolib, keyin qizil yongandan keyin yurib ketsam, menga qizilga jarima kelyapti, deyapti. To'g'ri desak, men chorrahani bo'shatib qo'yishim kerak-ku deb aytadi. Lekin siz chorraha hududiga kirib qolgan bo'lsangizgina chorrahani bo'shatib qo'yishingiz kerak. Ko'pchilik haydovchilar ana shu chorraha hududini aniqlay olmayapti. Men mana shu narsani sodda qilib tushuntirib beraman. Demak, chorraha hududi qayerda hisoblanadi? Mana shu kesishayotgan yo'lni chetini boshlangan joydan boshlab ichkari tomoni chorraha hududi deyiladi. Mana bu yashil chiziq bilan sizlarga ko'rsatib qo'yganman, tushunishlaringiz oson bo'lishi uchun. Demak, bizda mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi avtomobillar sifatida ko'ramiz. Agar xuddi shu holatda yashilda chorrahaga kirib kelib, keyin qizil yongandan keyin harakatlanib ketsangiz, 1-chi va 2-chi avtomobillarga jarima kelmaydi. Chunki bular chorrahaning ichida turibdi. Lekin 3-chi va 4-chi avtomobillarga aniq qizilda jarima keladi. Chunki ular chorraha hududiga hali kirgani yo'q. Siz agar xuddi shunaqa holatga tushib qolsangiz, shoshilmasdan atrofga qaraysiz. Siz kesishayotgan yo'lda harakatlanayotgan transport vositalariga xalaqit berayotgan bo'lsangizgina, ya'ni 2-chi avtomobil joyida turgan bo'lsangiz, chorrahani bo'shatib qo'yishingiz kerak. 3-chi yoki 4-chi avtomobilni joyida turib qolgan bo'lsangiz, joyingizdan qimirlamang, keyingi yashil chiroq yonganda harakatni davom ettiring. Bu videoni barcha haydovchilarga yuborib, ogohlantirib qo'ying. Ular ham yana qizilga jarima to'lab yurishmasin.